Assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Qadrdonlar, Cadillac Escalade Luxury Premium zo'r narxlarda yetib keldi. $119,000 3 kun oldin Kanadadan yetib keldi o'rtoqlar. Buni yaqinlarga rasmlarini berib o'tdim. Ochuv savdoda o'rtoqlar 25-yil, stikeri ham 2501. Xo'p, o'rtoqlar 6.2 motor, 420 ot kuchga ega, 24 diskalarda turibdi. Mashina premiyada mana shu uzun kuzov. Aka-ukalarimizga yoqadigandan oq rangidan bormi deyshayotdi. Narxi 119,000 o'rtoqlar. Yo'q narx mana shu narxda beramiz bir dona. Mana o'zimizni qadrdonlarniki ochuv savdoda o'rtoqlar, endi dilleri bilasizlar, o'rtoqlar hammaga taklif qiladi. Mana birinchilar qatorida har doimgidek Uzcard-Sarga taklif qilgan. Mana oyoq qo'yadiganlar ham chiqib turibdi. Sidena pamet, полный elektropaket, head-up display, multi-rul, hamma rullari ham elektrический, mana hamma narsasi bor. Tepa tomlari panorama oyna. Bu o'rtoqlar kapitanskiy sidenada. Mana eshikda ham prisoskalari bor. Ikkinchi sound systemda. Turishini qaranglar. Alloh hammangizga yetkazsin. O'rtoqlar, endi tezlik bilan olamiz. Mana tayyor bir dona turibdi. Ochuv savdoda bu 3 kun oldin yetib kelgan edi. Buni Telegram orqali ko'p aka-ukalarimizga rasmini tashlab berdi. Bugun vaqtim bor edi. Mana yana kelib video qilib beraman. Aloqaga chiqarsa o'rtoqlar, mashina bir dona. Endi o'rtoqlar, mashina oldi sotisi bilan shug'ullanuvchi hamma aka-ukalarimizga albatta diller taklif beradi. Albatta diller taklif bergandek ko'pchilik videosini qo'yadi. Lekin kim birinchi shu mashinaga depozit, ya'ni kim birinchi savdosini qilsa, mashina o'shaniki. O'rtoqlar, bemalol aloqaga chiqarasiz inshaalloh. Cadillac Escalade mana tayyor turibdi menda inshaalloh. Katta kuzovda long body o'rtoqlar.